Juda soz. Ketibdimi? Poygaga kech qolmay deganda. Og'ayni, yig'layapsanmi? Yo'q, men xursandman. Endi hech kimni nazorat qilmayman. Ketgani yaxshi bo'pti. Bunga nima bo'ldi? U seni ketib qolganingdan xafa bo'ldi. Bizni tashlab o'sha orzu qilgan musobaqangga ketib qolding deb o'ylabmiz. O'sha katta Porsche kubogi ham o'sha boy homiylaring ham bor bo'lsin-da. Shoshma. Xayrlashmasdan ketmasligini bilardim. Nega turibsan? Poygaga kech qolasan, yur, seni o'zim kuzatib qo'yaman. Rahmat, Sharif. Lekin men ketolmayman. Nimaga? Shinalarim yedirilib ketibdi. Kaliforniyagacha yetib bora olmasam kerak. Luijining do'koni qachon ochiladi? Bilmaysizmi, mabodo? Qanday baxt! 4 ta shina. Rahmat, janob Makvin. Grazie. Rahmat. Zo'r. İlk xaridor. Men baxtiyorman. Bugun hayotimdagi eng baxtli kun. Men bu kunni qanchalar orzu qilib kutganimni bilsang edi. Luigi, menga eng zo'r 4 ta qora shinangdan berchi. Yo'q, janob. Senga nima kerakligini Luigi yaxshiroq biladi. Qora beringmish. Yo'q, ular to'g'ri kelmaydi. Tushunarlimi? Mana bu oq rangdagi shinalar esa hammaning e'tiborini o'ziga tortadi. Bu ana. Mayli, sen yaxshiroq bilasan. Ha, qo'shimcha shinani unutma. Ishga kirish Gvido. Tayyorman. Xo'sh, Luigi nima degandi? Ha, ajoyib, Ferrari'dan ham yaxshiroq. Barakalla. Yo'q. Zo'r yoqilg'i ekan. Nega u haqida oldin eshitmagan ekanman? Asl mol reklamaga muhtoj emas, og'ayni. Hamma ham buni farqiga boravermaydi. Esingda bo'lsa, O'zim reklama qilaman. Ana shunday. Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty.